nima uchun aynan shu saylov oldida bu jarayon bo'lgani odamni qiziqtiradi, odamni hayratlantiradi. Nima dedingiz? Endi bu haqiqatdan saylov oldida bunaqa narsa bo'lishi ko'pchilikning taxmini bo'yicha o'sha raqobatchini chetlashtirish deb qabul qilindi, lekin ikkinchi tomondan Qamchibek Tashiyevning bo'lishi Sadir Japarovning ham obro'siga menimcha, meni fikrimda salbiy ta'sir qildi deb o'ylayman. Qirg'izistonning eng demokratik, O'rta Osiyodagi eng demokratik davlat deb hisoblayman. Sababi ularda kuchli xalq va kuchli parlament bor deb aytganman. Kuchli xalq bo'lishi uchun degan talabga javob berish uchun ularda birov kelib ustida diktatorlik qilmasa, diktatorlarni ag'dara olish, o'zini haqqini, huquqini talab qila olish qudratiga ega bo'lsa, men uni kuchli xalq deb baholayman dedim. Qirg'izistonda xalq juda ham kuchli. Qirg'izistonda xalq juda ham kuchli, o'zini haqqini qattiq talab qiladi. U kim kelishidan, qanday kuchni qo'liga olishidan, o'sha Qamchibek Tashiyevga o'xshab xavfsizlik yo boshqa kuchlarni qo'liga oladimi, boshqa qiladimi, qo'lida qurol bormi, avtomat bor, farqi yo'q. U xalq haqiqatdan kuchli xalq. O'shaning uchun bu narsa Sadir Japarovni ham o'sha obro'yiga salbiy ta'sir qildi deb hisoblayman. Qirg'iziston prezidentini yangi diktator deb e'lon qilayotganlar ham bor. Qirg'izistonda har doim hukumat o'zgarishi tinch yo'l bilan, saylovlar yo'li bilan emas, endi yumshoq qilib aytadigan bo'lsak, to'polonlar orqali yuzaga kelardi. Shu sababli ham bu Qirg'iziston davlatini O'rta Osiyodagi demokratiya orolchasi deb nomlanardi. Endi bundan buyon demokratiya orolchasi yo'q bo'ladimi, yo boshqa joyga ko'chadimi? Endi hali saylovlar bo'lgani yo'q. Agar sun'iy ravishda o'sha raqiblarni zaiflashtirib, atayin zaif raqiblarni olib keladigan bo'lsa, haqiqatdan bu diktaturaga qarab yo'nalish olganini bildiradi. Lekin Qirg'iziston xalqini boshqa xalqlar bilan taqqoslash niyatim yo'q. Xususan O'zbekiston xalqi bilan yo boshqa xalqlar bilan taqqoslash niyatim yo'q. Boshqa xalqlarga nisbatan pastroq nazar bo'lib qolishi mumkin. Lekin Qirg'iziston xalqini nima uchun men kuchli xalq deb bilaman? To'g'ri, ular masalan sport musobaqalarida birinchi o'rinni olmas, yo qanaqadir olimpiadalarda katta-katta shoda medallar bilan kelmas. Misol tariqasida, son jihatdan kamroqdir, boshqadir. Lekin ular na quroldan, na o'limdan qo'rqmasdan agar qaysidir diktator kelsa, uni joyidan siljitib, ag'darib tashlashga kuchi yetadi. Biz juda ko'p xalqlarni bilamiz. Hozir ham mana Afrikadagi yo boshqa davlatlardagi yoki umuman bilamizki, bitta diktatorga xalqning kuchi yetmaydi. Misol tariqa butun bir xalqning kuchi bitta diktatorga yetmaydi. Bunaqa xalqlar, bunaqa davlatlar ko'p. Lekin Qirg'iziston xalqi u qarab o'tirmaydi. U gap zaif raqobatchini qo'yib sekingina saylovdan o'tishda emas. U xalq ko'rib turibdi-ku, agar o'shanaqa qiladigan bo'lsa, xalq tan olmaydi. Borada tan olmaydi uni. Yo'q deydi, boshqatdan o'tkazsan, yo sen tan olmaymiz deydi. Ochiq oydin aytadi. Mana e'tibor bering, kamdan kam bunaqa prezidentlar chiqib xalqni oldida chiqib hisobot beradi. Men sizni tushundim, ba'zi xalqlarga qattiq qo'l bo'lsangiz ko'taraveradi. Qancha qattiq qo'l bo'lsangiz ham indamay o'tiradi, mayli deb bo'yniga olaveradi. Lekin qirg'iz xalqiga nisbatan qattiq qo'llik ketmaydi. U qattiq qo'l bo'lsa, biza seni bunaqa boshimizda qilich o'ynatib turishing uchun, qamchi o'ynatib turishing uchun boshimizga chiqarmagandik deb qanday chiqargan bo'lsa, o'shanda tushunib qo'yadigan xalq. O'shaning uchun men bularni Qirg'iziston davlatini eng demokratik davlat va kuchli xalqni bekorga aytmadim. U boshiga chiqib olguncha indamasdan chiqib, keyin chiqqandan keyin qamchini o'ynatib tursa-da, o'sha Qamchibek Tashiyevmi yo boshqasimi, farqi yo'q, kim bo'lsa ham qamchini o'ynatib tursa, qilich o'ynatib tursa, voy shunaqa ekan, sal qattiq qo'l bo'lish kerak ekan deb turmaydi. Sen jinoyatchiga nisbatan qattiq qo'l bo'l, sen xalqqa nisbatan nimaga qattiq qo'l bo'lasan? Biz seni qattiq qo'l bo'lishing uchun chiqardik. Qani bu yoqqa tushchi deb tushiradigan xalq. Va ularning ustun tarafi ham shunda. Nimaga men bunga sabr qilishim kerak, chidashim kerak? Qani bu yoqqa ketsan, sen nima unaqa qiynab turibsan deydigan odam ular. Qirg'iz xalqi shunaqa xalq. Bo'lishga majbur, bu vaqt o'shanga olib keladi. Bo'lmasa orqada qolib ketamiz. Tan olish kerak. Mana misol uchun mana Qozog'iston bizdan ko'ra demokratroqdi. Men birinchi demokratik, eng demokrat bu Qirg'iziston desam, nimagaligini aytib berdim. Endi qarang, aylanib yana baribir o'sha Qirg'iziston mavzusiga qaytdik, chunki saylovlar haqida gapirdik. Men ochig'ini aytaman, baribir yana borib saylovga borib taqalyapti-da. To'g'rimi? Mana bitta qiziq jihati, inson keskinligi, o'sha korrupsiya bilan kurashish borasidagi ishlarini ko'pincha bizni O'zbekistonda ham ko'zimizga tushardi. Uni o'zini tutishi, shiddati, keskinligi
ko'rinib turibdi. Endi Qamchibek degan ismni o'zi balkim shu yoshligidan ota-onasini o'zi miyasiga ongiga quyganmikan yoki avlodi shunaqamikan. Lekin juda ham to'g'ri keladi. Siz aytdingiz-ku, Qamchibek qamchi aylantirib turdi degan gapingiz. Endi bu albatta bu meni tasavvurim, lekin baribir to'g'ri kelyapti-da. Endi o'sha vaqtda balkim qattiqqo'llik talab qilinganda, lekin boyaga aytganimdek Qirg'iziston xalqi unaqa qattiqqo'llikni ko'tarmaydi deb hisoblayman men. U ham bizni boshimizda qamchi aylantirib turishing uchun chiqarmagandik deb o'ylayman. Endi qarang, korrupsionerlarga qarshi kurashishni men oqlayman. Chunki bunaqa parlament O'rta Osiyoda, bunaqa deputatlar O'rta Osiyoda, men o'zim ham deputat bo'lgansiz, kamdan kam kuzatiladi. Ular ochiqchasiga dayxanaga jang qiladi. Qirg'iz deputatlari ochiqchasiga dayxanaga jang qilib, "Voy, nima bu? Nimaga unaqa qilding, boshqa qilding" deb janjal qiladi. U ba'zi O'rta Osiyodagi davlatlarni ko'rsangiz, mashinada o'tiradi. Xuddi bir maktab o'qituvchisiga o'xshab va bir marta savol beradi. Men bir deputatlar bilan ko'rishganda savol berdim, nima sizlar bir marta savol berasizlarmi? Qirg'iziston parlamenti unaqa emas.